Rostmi, hammasi tug'ma. Shu yoshlarga o'xshab tetik bo'lay deymani, shu bel margat qiladi-da. Alo, qizim. Bobojon, srojniy xonamga kiring iltimos. Xonandaman qizim, gapir. Bobojon, hozir ayni muhabbat shahri loyihasidan boshlang'ich 10% to'lab xonada xarid qilmoqchi edim. Hujjatlarim juda ham kerak bo'pti. Xonamga kirib notebookda yonini bosing, yonadi. Yoqdim qizim. Sichqonchani ko'rdingizmi? Chichqon? Ko'rdim chichqonni. Xonanda to'p o'ynama deganman. Qizim chichqon ko'payib ketibdi xonanda. Yo'q, stol ustidagi sichqonchani aytyapman. Ha, ko'rdim. Chichqonmi bu? Ha, o'shani sekin aylantiring. Aylantiryapman qizim. Nima chiqdi? Hech narsa chiqmadi qizim. Bobojon, stol ustiga qo'yib silang. Asalim, poponam. Chiqdi qizim. Strelka chiqdi. Aha, o'shani burchakka boring, burchakka. Uyda burchagiga olib keldim qizim. Obbo, kompyuterning oldiga boring, bobo. Katta odamning haqqimada. Rabochi stol ustida papka turibdimi? Ha, papka turibdi qizim. Papkaning ichida nima bor, bobo, papkaning ichida? Papkaning ichida fayl bor qizim. Ha, o'sha fayl ichida nima bor? Chota fayl pustoy qizim. Qo'rqitmang, bobo, qanaqasiga pustoy bo'ladi bu papka? Ha, mana xonandagi stolda papka ichida fayl bor, pustoyda qizim. Ey bobo, ekran ichidagi papkani aytyapman, ichida fayl bor, fayl. Ha, shuni aytmaysanmi qizim? Ha, mana burchakka olib bordim. Ha, o'shani 2 marta bosing. Ha, qizim, sen uchun 2 marta emas, 4 marta bosib qo'yaman. Ana. Nima chiqdi? Удалить все. Ha?